Zota Kuba 130 kilovatlik kotyol yonishini bitta ko'rib qo'yaylik aka. Voy. Eshigini tom ochib qo'yamiz. Yangi pult upravleniya Celine 60 ga qo'yilgan, 55 ga chiqdi. Bo'lishi ham mumkin. Kundona o'txonasi teplardan. Kotyolni tom ochib qo'yganda hech qayta tutun chiqmaydi. Dimoxotani nerjiyaga qon chiqaradi. Bu joy Andijon shaharda yangi klinika ochgan, shu joyga o'rnagan kotyol. Ikkita o'rnatildi bu yerga yonma-yon qilib. Egalar ko'p yildan beri biz bilishardi. Bu sifatli narsaligini, boshqasini ancha yildan beri kuzatib yurishadi. Oxirida o'zi ikkita zakaz qilishdi, ikkitani kelib o'rnatib berdik. Bu katyoldagi akalar, men yana sizlarga bitta qo'shimcha ma'lumot aytib ketaman. Shuni katta katyolda ko'rishingiz mumkin. Buni ham yonishini ko'ringlar. Voy. Biz boshqa o'rnatdik. Shuni katta katyolda dimoxotidan umuman tutun chiqmaydi akalar. Ko'rasiz, hozirgi kunda ekologiya juda ham zaharlanyapti deb turib dimoxotga filtr qo'yishadi. Lekin bularda umuman dimoxotga filtr qo'yilmaydi. Chunki dimoxot. Nima ko'rsatadi? Nomiga boshqa chiqadi. Shu katyolda qiziganlik hisobiga. Qolgan vaqtda umuman dimoxotdan tutun chiqmaydi. Shu ikkita katyolga akalar. Shu ikkita katyol yonyapti ko'rasizlar. Dimoxotda hech qanaqa tutunlar chiqayotgani yo'q. Ozgina chiqayotgani ham katyolni mana mashinasi. Mana kraskasini iriganniki. Kraskasi boshi irib, boshdan yana qaytib yopish oladi. Mana bu litchakada. Kimga shunaqa original zavodga zota katyollar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsa, chiroyli narxda berishga harakat qilamiz. Bu katyollarni o'rnatgan ustamiz Yodgor aka o'rnatganlar, Namanganlik servis akamiz. Sistemalar ham juda fon ichga terilgan. Ana ularni ko'ringlar, akkuratlik qilib kabellarni ham cho'kka qilib montaj qilib o'rnatilgan. Bu Celine pult upravleniya yana bitta qo'shimcha tarafi. Dimoxot gaz datchik kirib o'rnatilgan. Bu ham juda katta plus, ya'ni juda ham katta foydali taraf bor akalar. Shuning uchun kimga shunaqa avtomat katyollar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Eng zo'rlari faqat ferma bochkada. 130 kilovatlik katyolimizni endi sistema qilingan joyiga keldik. Yodgor aka, bu joylar o'sha adashmasam buni ham o'zingizda terdinglar? Yo'q, sandikni o'zida terib, yo'q, patentlarni hammasini o'zimiz. Bu yo'qlar hammasini olib kelib urib berishgan. Gidrostrelni ko'ryapsizlar. Bitta mashina tushuncha bering aka, o'zingiz. Xo'p, gidrostrel keldi. Yaqinroq kerak. 80 kilovatlik. Hozir surishning yo'q qoldi, ikkita etajli. 6-qavat, 7-qavat. Qolganlar hali tayyor bo'lmadi. Hozir keyinchalik ulanadi. Общий kvadrat qancha aka? 130 ga ikkita qo'yildi. 4000 kvadratdan oshiq. Nimaga 130 dan ikkita bo'lsa, hisob-kitobga to'g'ri kelmaydi degan savol bo'lsa, bino 100% bazalt bilan uradi. U tiplarni qilingan klavati, lekin 260 kilovat, 250 kilovat atrofida chiqqan 4000 kvadrat. Chunki bazalt qilingan ekan. Polni bino va yo'llar hammasi bazalt qilingan. Bitta nasos qo'ysa, bitta nasos ikkita etajli polni qizdiradi. 6-7 qavat. Akalar, mana bularni ish katta. Shunaqa narsani qo'yib o'rnatishdi. Veldoni, nasoslar akalar, ko'ryapsizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Yodgor akaga aloqaga chiqasizlar. Videomizni ko'rdinglar. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, bitta mana qilib bosib qo'yasiz. Kimga shunaqa sifatli katyollar, sifatli santexnika xizmatlari kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol ferma bochkaga aloqaga chiqsanglar, o'zimiz chorlab bitkazib berishga harakat qilamiz. Bu yerga boylar ham qo'yilgan ekan. 2 tomondagi boylar adashmasam.